Ushbu loyiha Aloqa banki hamkorligida Namangan viloyat, Namangan tumani, Farovon MFE 273 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qulupnay ekini ekilgan. Maydon hajmi 4,6 gektar, 4,6 gektar bo'lib, uzunligi 320 metr, eniga 128 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilib kelinmoqda. Ekinlarni yetishtirish kuni 210-220 kunni tashkil etadi. Yetishtirish jarayonida suporlarda tabiiy mineral o'g'itlardan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 30 dehqon xo'jaliklar biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 15 so'tdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Tolloq Obod diyor ishlab chiqarish korxonasi kooperativ biriktirilgan. Ushbu loyihaga har bir gektardan 9 tonnadan jami 41 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ekinning o'rniga ham yuqori daromadli ekin ekish turini tavsiya etiladi va yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.